Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Siz hozir bizning kichik va qisqa reklamamizni ko'rgan holatda siz uchun maxsus tayyorlangan bu katta videomizga tashrif buyurdingiz. Ushbu maxsus video yordamida sizlarga o'zlaringiz qiziqtirgan barcha savollaringizga javob berib o'taman. Bu vitrina muzlatgichlar asosan tadbirkorlar xarid qilishadi. Oziq-ovqat do'konlari, aptekalar, fast foodlar, shunga o'xshash do'konlar xarid qilishadi. Hozir sezon kirib keldi. Bunda ichimlik va boshqa narsalar sotuvida bemalol foydalansa bo'ladi. Hozirgi kunda eng trendda bo'lgan va eng talabgir bo'lgan sezon munosabati bilan talabgir bo'lib borayotgan texnikalar qatoriga kirib oldi. Biz muddatli to'lovga sotib kelayotgan har xilcha modellarimiz bor. Clio, Elite, Artel, Shivaki, Avangard va hokazo. Ferre va shunga o'xshash bir qancha brendlarda muzlatgichlarni shu vaqtga qadar bir qancha tadbirkorlarga muddatli to'lov asosida sotib kelmoqdamiz. Toshkent shahri bo'ylab bizning bepul dastavkamiz ham bor. O'zbekistonning boshqa hududlariga esa dastavka pulini albatta tadbirkorlar bilan yashash hududidan kelib chiqib kelishib olamiz. Oldinda hech qanday to'lovlarsiz 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lash sharti bilan olsangiz bo'ladi. Misol uchun 390 litrli 5 polkali Artel vitrina muzlatgichimiz ajoyib tanlov bo'ladi bu ham. Mana chekalari alyumindan bo'lgan bo'ladi buni. Hech qanaqa bir defekt, shu vaqtga qadar bir kamchilik kuzatilmagan. Qanaqadir texnik nimadir muammo bo'lganda ham 3 yillik o'zini rasmiy servis kafolati bor. O'zini Artel kompaniyasi kelib, biron bir muammo bo'ladigan bo'lsa, kelib sozlatish mumkin. Lekin bizning tariximizda hali Artel vitrinasida muammo kuzatilmagan. Endi bu texnika aytib bo'lmaydi. Qanaqadir muammo bo'lsa, bemalol o'zini rasmiy servis kafolati bilan sozlatib olsa bo'ladi. Bu 5 polkalik. Mana 5 ta polkalari bor. Polkalari reshetkali bo'ladi buni. Bir chekasida yoritadigan lampochkasi bor, katta LED lampochka. Buni frost muzlatmaydi. Oynasi terlamaydigan 2 qavat oynadan tashkil topgan bo'ladi. Bu tomoniga Artelni o'zi xohlasangiz o'zingiz reklamangizni qo'ysangiz bo'ladi. Biz o'rtacha holatda muddatli to'lovga oldindan to'lovlarsiz oyiga 710 ming atrofidan chiqadi to'lov. Agar sizda kredit istoriyangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, narx undan ham arzonlab ketishi mumkin. Bu hozir o'rtacha shu hech qayerda ishlamaydigan insonlarni hisob-kitobini aytyapman. Agar sizni oldin nimadirlar olib yaxshi to'lagan bo'lsangiz, narx arzonlashishi ehtimoli juda ham yuqori. Va Elite xuddi shunaqa alyumindan bo'lgan bo'ladi. Eshiklarining ramkalari, kompressori ham 3 yil Embraco kompressor buniki ham, xuddi Artelnikiga o'xshab, xuddi bu ham oynalari 2 qavat, 5 qavat o'zining panjarali polkalari bor. Ichida shu sovutish ligrovkasini to'g'rilab ko'tarib tushiradigan o'zining kontrollari bor. Bu esa oyiga 670 ming atrofida chiqadi. Bemalol buni olsangiz ham bo'ladi. To'lov endigi oydan boshlanadi. 12 oy pensiya jarimalar yozilmaydi. Agar siz kechikadigan bo'lsangiz, to'lovingizda hech qanaqa pensiya va jarimalar qo'shilmaydi. 12 oy bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 60 kungacha kechiktirsangiz sizga pensiya jarima qo'shilmaydi. 60 kun 90 kun o'tib ketadigan bo'lsa, undan keyin undiruvga chiqishi mumkin. Kafolat tomonlama ikkalasi ham hech qanday muammo yo'q. Ikkalasi ham o'zining zavod tomonidan, ya'ni rasmiy ishlab chiqaruvchisi tomonidan o'zining rasmiy servis markazlariga ega. 12 ta viloyatda ham o'zining rasmiy servis markazlari ishlab turishibdi. Biror bir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu 3 kunida bir haftagacha kelib, bemalol kelib sozlab ketishi mumkin. Mabodo qanaqadir muammo bo'lsa, lekin bunaqa muammo juda ham kam bo'ladi. Juda ko'p tadbirkorlarga shu vaqtga qadar yetkazib berishga ulgurdik. Men bir necha yildan beri shu sohadamiz. Bu yil sezon ham kirdi mana. Bemalol ishonsangiz bo'ladi. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga kirib kuzatadigan bo'lsangiz, oldingi xarid qilgan mijozlarni feedbacklari, odzivlarni ham qo'yib boramiz. Bizlarga bemalol ishonsangiz bo'ladi. Biz shu Oson Nasiya nomi bilan bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatib, offlayn do'konlarimiz bor. Undan tashqari onlayn internet do'konimiz bor, ishlab kelamiz. Sizda agar xarid qilish istagi bor bo'ladigan bo'lsa, muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni sizda hozir tadbirkorligingizdan ortib, oborotingizdan ortib, birdaniga naqd pulingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol shu muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Buning uchun sizga shunchaki norasmiy bo'lsa ham kartada pul kirib chiqib turgan plastik karta bo'lsa kifoya. O'sha orqali biz siz bilan onlayn shartnoma bemalol qila olamiz. Toshkent shahri bo'ylab bir kun davomida yetkazib beramiz. Viloyatning boshqa hududlariga esa bir kundan 3 kun oralig'ida vaqt ketishi mumkin. Va bizlarga bemalol ishonishingiz mumkin. Bizlarda sotuv menejerlarimiz bor, kol markazimiz orqali qizlar chiqib sizlar bilan onlayn shartnoma qiladi. Sizlarga onlayn shartnoma qilishdan oldin bir necha marta
kod borishi mumkin. Uni bemalol qo'rqmasdan bizning xodimlarga oshkor qilsangiz bo'ladi. Bizga ishonmasangiz, ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib, o'sha Instagram, Telegramlarimiz bor. Bemalol kuzatib, ishonch hosil qilib, bizda xodimlarimiz ekanligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin bemalol shaxsiy ma'lumotlaringizni oshkor qilsangiz bo'ladi. Sizdan oldin ham bir necha minglab mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Hammasiga shu ongacha muammo bo'lgan yo'q. Hammangizga manfaatli xaridlar tilayman. Tadbirkorligingizga Alloh baraka bersin. Biz shunchaki bir sababchi bo'lib qolamiz. Bizdan olasizmi yoki boshqa birovdan olasizmi? Albatta bu sezon davomida o'zini pulini bemalol o'zi oqlab, o'zini muddatiy to'lovini ortiqchasi bilan o'zi qoplab bera oladigan texnikalar qatoriga kiradi. Savdoyingizga Alloh barakot bersin.